ko'rib turgan veb-saytimiz PageSpeed'da 45 ko'rsatyapti. Ya'ni juda ham yomon veb-saytlardan bittasi. Chunki qizilga tushib qolgan va Google katta ehtimol bilan reytingda chiqarish qiyin. Chunki nima uchun deydigan bo'lsak, Google aytaylik qotadigan JavaScript ko'p, ichiga kirsa loaderlar bo'lib, rasmlar o'z-o'zidan katta, kichkina bo'lib, nimadirlar keyin oldiga qo'shilib qolib, shunaqa veb-saytlar bo'lsa, unda Google'dan qidirilgan rezultatlarni ichiga kirish bu g'alati bo'lib qoladi. Shuning uchun odamlar Google'dan foydalanmay qo'yishi mumkin. Google bunga nima qilgan? Veb-saytlarni shu narsalarni o'lchaydi. Ya'ni yuzerga qulaymi? Foydalanuvchiga qulaymi? Kiryapti, ma'lumot chiqyaptimi? Va katta loadga tushib, telefonni qotirmaydimi? Yo'qmi? Yengil ishlatadimi? Yo'qmi? Shu narsalarni o'chirish uchun o'zlari PageSpeed qilishgan. Ya'ni PageSpeed shu yerda veb-saytingizni mana bu yerga linkini yozsangiz, men shunchaki bitta AI dan generate qilib publish qilib qo'ydim. Va shuni yozsangiz, shunaqa ko'rsatkichni chiqarib beradi. Aytaylik, hozir desktopda 45. Hozir shuni qanaqa qilib kamida 95 ga yoki 100 ga ham ochib ko'rishimiz mumkin. Bir ko'ramiz. Xo'p, katta ehtimol bilan titleda o'qigan bo'lsanglar kerak nechaga chiqqanini. Xo'p, demak keyingisi bizda nimalar? Total blocking time 1 soniyadan ortiq va simulator layout 0.4. Bu e, qanaqadir nisbatlarni ko'paytirmasi bo'yicha 0.4 chiqardi. O'zi 0.2 dan baland bo'lsa bu qizil, 0.1 dan baland bo'lsa sariq, 0.1 dan past bo'lsa yashil edi. Demak, bu ko'rsatkichni hozir katta ehtimol bilan o'zgartirib ko'ramiz. Qani, mobilkasini ko'rib ketishimiz kerak. Mobilkasi 85 ga ketgan shu joyda. First control paint ham nimasi katta vaqt ketibdi. Bu yerda nimagadir kichkina vaqt ketibdi. No, mana bu narsalarni biz yaxshilab beramiz. Large control paintlarni hozir yaxshilaymiz. Xo'p, demak bizda nima? Total blocking time, simulator layout shift. Simulator layout shiftdan boshlaymiz. Kod ichiga o'tamiz. Simulator layout shift kod ichiga o'tsak, rasm bor bizda. Bu yerdan birinchi veb-saytni o'ziga kirib olamiz. Veb-sayt hali ham shunaqa bo'lib turibdi. Ikkinchisi lokalda run qilgan veb-saytim bir xil. Faqat tili boshqacha ekan. Men ham ingliz tilida qilib qo'yaman. Lekin ishlashiga gap yo'q. Misol uchun tezlik borasida sразу ishlaydi. Xo'p. Ana endi buni bitta refresh qilib ko'raman. Muammo simulator layout nima? Bu yerda rasm bordi. Bo'lyapti. Ya'ni Fox ko'rsatyapti. Shu rasmni hozir ozgina kamaytiramiz. Sal o'zimni kichkinaroq qo'yishim kerak ekan. Bo'ldi. Xo'p. Shu o'ynashini hozir yo'q qilamiz. O'ynashini yo'q qilish uchun nima qilamiz? Bunga height beramiz. 800 piksel image klassini bu o'zim yozgan komponent edi. Chunki to'g'ridan to'g'ri qanaqadir library yoki Next o'zimga ishlata olmayman. Chunki nimadir o'zgartirish kerak bo'lsa, hamma joyda o'zgartirishga to'g'ri keladi. Men sabrim yetmaydi unaqa narsalarga. Xo'p. Demak, bu yerda full object cover qo'yamiz va bu yerda endi biz o'zimizni kodimizga qaytamiz. Xo'p, e'tibor beramiz bu yerda height bormi? Height qo'yildimi? Height qo'yildi. 800 piksel ko'p ekan, 500 piksel qo'yaylik. Qarshi bo'lmasanglar, xo'p. Nima qildi bu? Localhost 500. Bu yerda ko'ryapmiz, mana bu chiziqchaga e'tibor qaratsak, mana joyida turibdi, chiziqcha. Xo'p, ana endi buni orqasiga background ham qo'yishimiz mumkin. Neutral yaxshi ko'rgan ranglarimdan. Xo'p, kulrang yomon emas. Mana bu narsa ham sakrayapti ekan, shuni ham oldinroq qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Hozircha rasmni oldin olaylik. Rasmni ham qanaqadir tiniq ekan, juda ham, chunki yaqinlashtirsam ham tiniq turibdi. Shu joyini skrinshot qilib ekranimni bo'yiga olsam ham bo'ladi. Rasmni sal kачествоsi tushirilganroq versiyasini ko'ramiz. Men o'zim 7000 pikselli rasm qo'ygandim bu yerga. Ikkinchi ekranga o'tib ketyapti. O'chiraman, qo'yaman. Xo'p, kompressor bo'lgan versiyasi qo'yildi. Xo'p, endi bu yerdan nima qilaman? Bitta refresh qilaman. Sal xiralashdi. Endi men maksimalni kompress qildim. Oldin olsak bo'ladi. Xo'p. Katta ehtimol bilan first control paint hal bo'ldi. Xo'p, buni simulator layout shift ham bo'ldi, hal bo'ldi. Mana bu joyda mana bu narsa sakrayapti. Yozuv, shuni olamiz. Inspect. Hozirgi height qancha turibdi? Xo'p. Bu yerda necha kichirib ketdi 170 edi. 170. Bu yerda text bor, hero, bu yerda height, height.
170 piksel и mana bundachi. Bunda nechi turadi? Tak, buni laptopda qilamiz. И mobilkada. Hop, mobilkada bu 43. 44 qilaylik shuni. Minha 11. Hop, qani? Bu sakrash yo'q. E'tibor bersangiz, sakrash yo'q. Sakrash yo'q. Muammo ham. Ana endi buni biz yana bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bu yerda mana bu slayderlar bor. Slayderlar bu user kelgandan keyin bunga drag and drop, leave and listener, hydration qiladi. Next shuni hisobiga slayderlar ko'p joy oladi. Ya'ni ko'p JavaScript kod ishlatadi. Ya'ni birinchi kelganida bu slayder bo'lib turmaydi-da. Mana endi terilyapti. Mana shu oppoq turib keyin terilyapti. JavaScript ishlayapti. Shu JavaScript ishlayapti degani userni device'iga tushyapti. Aytaylik bu ko'proq tushadigan bo'lsa, u qotiradi. Demak, kamroq tushishi kerak. Shuning uchun bu yerda page speed nima qilgan 1 soniyadan ko'proq tushyapti deb narsa chiqargan. Shuni ham kamaytiramiz. Buni hop page'larga o'tib, hop page. Buni hammasini layoutini slayder qilib qo'yganman. Shuni oddiy qilib turib biz grid desak bo'ladi. Hop. Mana endi bu yerda JavaScript kod ishlamaydi-da ko'p. Reload. Da grid uslubidan foydalanaman. Mana no popular blocks mana 6 ta. Endi most read blocks 3 ta, bu ham 3 ta. Va bu 4 ta bo'lib qolibdi. No normalniy turibdi. Faqat slayder yo'q. Lekin bu userda experience'ini oshirdi. Chunki men bitta reload qilaman. Text joyida paydo bo'lyapti. Oq bo'lmasdan paydo bo'lyapti. Shuni bitta ko'rib qo'ysak bo'ladi. Endi to'g'ri mana bu randomly chiqyapti, chunki qaysidir API'dan olib kelyapti texnologiya. Most read blocks mana text shu yerda turibdi. Bu katta nima bo'ladi, performance beradi. Xo'p, ana endi pm build ko'raman. Bitta qanaqadir errorlar yo'qmikan shu narsani bilish uchun. Tak, text ko'rinyapti. Kattaligi yaxshi, ekranni yaxshi. Xo'p. Static page'lar build bo'ldi. Yaxshi, bu hamma tilda bo'ldi. Ya'ni bu yerga nima narsa qo'shganman, ya'ni static bo'lish uchun generate static parameters qo'shganman, ya'ni 3 ta tilda bo'lgani uchun meniki 3 ta tilda render qiladi, ya'ni kirganda yana render qilib o'tirmasligi uchun. Xo'p, demak tushunarli. Endi buni push qilib yuboraman. AI dan foydalanaman description uchun. Xo'p, shuncha narsa qildimmi? Ketdi. Va push. Mana endi mendan va sizlardan ozgina sabr talab qilinadi. Shu yerda stop bor ekan, bor ekan. Tak, davom etamiz. Bizniki deployment bo'libdi, ya'ni qancha oldin? 2 minut oldin deploy bo'ldi. И page speed. Tak, page speedga qaytadan run beraman. Bizniki 45 edi. Bitta e'tibor berib qo'yamiz. Yana yaxshilab e'tibor beramiz. Tak, qani bismillah. Ketdi. Biz hozir nima qildik? JavaScriptni reduce qildik. JavaScript bundle'ni, ya'ni kamaytirdik. Slayderlar yo'q. Katta ehtimol bilan HTML, CSS ozgina JavaScript keladi. Va u 97 mobilkada 97. Xo'p, yaxshi. E'tibor berdik. Mana уже anavi narsalar yo'q. Simulator layout 0. Kayf, просто kayf. 100. Ana endi title topildi. 45 dan 100 gacha olib chiqish degan. Xo'p, nima bo'ldi? Radius paint 0.4 soniyaga tushdi. Nima uchun biz anchagina kompress qildik rasmni. Mana bu yerda turgan rasmni mana bu yerda ko'rinib turibdi. И mana bu joyda nima qildi? Simulator layout shift. Stop, mobilkada bilinmadi-yu. Mayli, desktopda ozgina bilinar ekan. 0012 bu sarg'ayishiga ham bir ancha nerealniy harakat kerak sarg'aytirish uchun hozir. Xo'p, total blocking time 0. Chunki nimaga JavaScript reduce qildik. Lekin mana veb-saytimiz binoyiydek ishlayapti. Juda ham zo'r. И bitta narsaga e'tibor beramiz. Server side, ya'ni SEO uchun bittada zo'r. И bitta nima bor edi? Men bitta narsani shu yerda ko'rsatib ketsam bo'lar ekan. Rich results. Bu
SEOchilar foydalanadi. Bu Google qanaqa ma'lumot o'qiydi degan savolga javob. Ismoil Turdialiyev bitta beraman. Test live yuri. O'zi bu planda yo'q edi qo'yish. Faqat plandan chiqdik. Shu yerini kesib yuborib, alohida yana qo'yib yuborsam ekan, ikkita video bo'ladi. Xo'p, xo'p, crawled successfully on demak hozir crawl bo'ldi. Endi shu yerda ko'rishingiz mumkin. Mobilkani emas, crawled'dimikan, go to search console. Mana shu joyda share degan tugmamikan. View tested page. Voh, topdim. Demak, shu yerda ko'rishingiz mumkin. Bizga kerakli ma'lumotlar, ya'ni Google o'qiydigan ma'lumotlar bu yerda turibdi. Scroll qilish kerak, scroll qilish kerak. Mana bu yerda bir dunyo klasslar. Qani mana bu odam o'qiydigan so'z bormi? Xo'p, mana applications turibdi, building web applications. Menimcha bu blog datalar bo'lishi kerak, katta ehtimol bilan. Xo'p, demak, linklar turibdi mana blog uchun, ya'ni read more, ya'ni bloglar serverdan render bo'lyapti. Demak, shunaqa narsa. Demak, page speed xursand, bu xursand, demak, Google bizdan xursand, hamma xursand. Demak, veb-saytni shunaqa qilib optimize qilish mumkin va yana bu yo'llar bor. Hozirgi biz qilgan narsa simulyatorda yaxshi ishlayapti. Rasmlar bo'yicha ishladik, heytlar bo'yicha ishladik, nima qildik? JavaScript bo'yicha ishladik va 3 ta yo'l bilan tushirdik, ya'ni ko'paytirdik aniqrog'i performansda. Performans 100 turibdi, chiroyli. Bu yoqda 97. Уже bizniki qidiruv sistemada уже menimcha 1 ga bemalol qo'ya oladi Google. Chunki ko'p veb-saytlarda bunaqa emas. Qanaqa veb-saytlar ko'rishingiz mumkin? Amazon bo'yicha men judayam hayron qolgandim. Videoni anonsi ko'payib ketyapti, mayli. Amazon to'xtab qolmadi. Xo'p, Amazon bundan ham zo'r narsa qilgan, slayderlar uchun zo'r narsa qilgan. Ya'ni Amazonni o'ziga bir kiradigan bo'lsak, Amazonni o'zida mana bu yerda slayderlar yo'q. JavaScriptga maksimal tupurish oxirida. Mana bu ham CSS da qilingan. Men bilishim bo'yicha CSS da qilingan. Chunki CSS da men shunaqa narsa qila olaman. Ya'ni CSS bilan HTMLni o'zida slayder qilsa bo'ladi. Keyin mana bu yerda yana oldin sal dizayniga yangilik kiritishdi. Mana bu button turibdi. Shu button ham CSS da qilingan. Mana shu narsa CSS da qilingan. Tagidagi mana bu narsalar bilan. Shu narsalar CSS qilgani uchun katta ehtimol bilan uniki zo'r chiqadi. Page speedda hali ham test bo'lmadi shekilli. 59. Mobilkasida yomonroq ekan, lekin desktopi yaxshi chiqishi kerak. Aytdim-ku, desktopi 91. Chunki maksimal JavaScriptni bu yerda kamaytirgan. Xo'p, umumiy shular savollar bo'lsa pastga yozib qo'yishinglar mumkin. Kommentariy yozib qo'ysalar yana ham videolar ko'p chiqadi. Qanaqa mavzular sizlarni qiziqtirgan bo'lardi, buni yana ham yozib o'tishinglar mumkin. Xo'p, yoqqan bo'lsa podpiska tashlab, yana Telegramda shunaqa bloglarimiz bor. Ya'ni qanaqa qilib oshirish bo'yicha nima edi? O'zimni klaviaturamdan kelgancha narsalarni yozib o'taman. Shunaqa. Rahmat kattakon, charchamaylar.